Assalomu alaykum qizlar jonlar, barchangizga omonmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun havoni qaranglarda. Zo'ra O'zbekiston. Bizlarda 4 ta faslimiz bor. Har bir fasl o'zgacha, go'zal. Mana shu issiq kunlarni ko'rib odam tabiatga chiqmasa bo'lmaydi dedikda, klubnichkalarimiz bilan bugun piknik qilyapmiz. Kayfiyatimiz zo'r. Men, как всегда, конечно же, Rashidovani kutyapman. Boramiz, kiramiz hozir. Aktiv klubnichkalar bilan bugun mazza qilib hangama qilamiz, o'ynaymiz, kulamiz. Mana shunaqa atmosferada, tabiat qo'ynida еще больше odam ochiladi-da, suhbatlar samimiy bo'ladi, insaytlar chuqur bo'ladi. Kuningiz zo'r o'tsin, hammangizni yaxshi ko'raman. Zo'r kayfiyat tilayman. O'tirmang uyda. Havo shunaqangi zo'r. Bolangizni oling, oilangiz bilan bugun biron joyga chiqing. Zooparkmi, safari parkmi, toqqa chiqish bo'ladimi? Muhimi bu oilangiz bilan zo'r vaqt o'tkazing. Kuningiz zo'r bo'lsin.